Assalomu alaykum obunachilar. Andijon bozorida Volga Sayr degan mashina 2008-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Motori 2.4 avtomat korobka. Yurgani 184 ming yurgan. Torpeda ashka holatlari zo'r. Mana kengina oila a'zolari bilan bemalol aylanib, u yoqqa borib, aylanib yuradigan ekan obunachilar. Mana pribor holatlari, mana chekol polilari bor. Propan gazi bor. Mana orqa qismlari lyuks ekan mana. Mana diska balonlarini ham taqib qo'ygan ekan obunachilar. Hadoy motor holatlari zo'r. Mana orqa qismlari. Mana Siber 2.4 dani. Antennalari ham bor ekan. Narxini qancha deyasizlar endi? Necha? 6.000 kam bor. Nomeringizni aytib qo'yasiz? Hozir. Kalkamiz start stop ekan obunachilar. 93lik 610 1034. Mana shu telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar obunachilar. Mana Volga Sayr degan.